o'tganlariga 20 yil bo'lgan bo'lsa ham bizni diktorimizga hali tomoshabinlarning orasida, xalqimiz orasida qiziqishlar bor ekan. Menimcha O'zbekiston televideniyasiga eng xokisor odam shu Georgiy Irlin bo'lsa kerak. Shu yurgan farroshlarimizdan ham, shu oddiy haligi sahna ishchilaridan ham oddiyroq edilar. Diktorlar guruhida bosh diktor nima ish buyursa, hech qachon e'tiroz bildirmasdan, qoshni chimirmasdan, nega man demasdan, indamasdan bajaradigan birdan bir diktor mana shu Georgiy Irlin edi. Gapirib bo'lganimdan keyin panorama qilib Irlinga o'tardida, keyin ateist qilardi, chunki kameraga, men turgan kameradagi kadrga ular sig'masdilar. Biz yosh diktorlarimiz ham oliy toifali suxandon bo'lishgan. Lekin Georgiy Yakovlevich birinchi toifali diktorligicha qolib ketdi. Birovdan kirib toifa so'ragani yo'q. Darhaqiqat eslasa, xotirlasa arziydigan odamman. U odam haqida mana bu suxandonlar kitobida juda yaxshi ma'lumotlarni keltirganman. Haqiqiy bir chin komil inson bo'lishi mumkinmi? Kim shunaqa odamni ko'rgan desa, men shunaqa odamlarni ko'p ko'rganman. Shulardan bittasi Irlin Georgiy Yakovlevich edi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Biz O'zbekistonda, undan tashqarida, yer yuzini istagan joyida o'zbek qadami yetgan manzil go'shalarida ko'rayotgan barcha aziz muxlislar, tomoshabinlar, kuzatuvchilarimiz. Yana sizlar bilan mana o'tgan ketgan gaplar ko'rsatuvida diydor ko'rishib turibmiz. Buning uchun yaratgan Tangri taologa beadad shukrlar aytamiz. Yetkazganiga, ko'rsatganiga shukr. Ko'rsatuvimizni boshlar ekanmiz, har doimgidek o'sha didiyoyimizni aytib qo'yamiz. Endi bu butun shu ijtimoiy tarmoqlarda ishlayotgan bizga o'xshagan barcha hamkasblarni talabi, iltimosi, bizga like bosish va albatta bizga obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin. Ozgina qoldi. Yana ozginadan keyin 30 mingga chiqamiz. Bu endi juda katta ko'rsatkich emas o'zi aslida. Lekin shunga ham Xudoga shukr. Alloh aytadi, shukr qilsang menga, yana beraman senga deydi. Bir yil oldin shu 30 ming tugur 3 ming ham yo'q edi. Ozginadan keyin mana Xudo xolasa 30 minglik bir davondan oshamiz. Sizlar bilan yaxshi gaplarni gaplashdik. Xudoga shukr. Chiqishlarimiz sizlarga manzur bo'ldi va bu xususda o'zingizlardan to'g'rima-to'g'ri ko'rishganimizda o'sha to'y hashamlarda, boshqa izdihomlarda ko'rishganda o'zingizlarni e'tirofingizlardan bildikki, bizning suhbatlarimiz bekor izsiz ketmayotgan ekan. Bugungi mavzuyimiz suxandonlar haqida. Aniqrog'i bitta suxandonimiz haqida gapirmoqchiman. Bizning bir ko'rsatuvimizdan keyin esinglarda bo'lsa 78 yoshliklar haqida gapirdikda, keyin bir ko'zimizni ochaylik, endi bir-birimizga mehrli, oqibatli bo'laylik degan gaplarni yakunlaganimizdan keyin kelgan sharhlarning ichida, kommentlarning ichida bitta shunaqa komment kelib qoldi. Farhod Tursunboyev 6974 raqami bilan bizga yozganlar. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvlaringizni tomosha qilib boraman. Rus diktori, sportsmen, kulturist, baquvvat diktor bo'lardi. Ismlari Yuriy bo'lardi adashmasam. Familiyalari esimda yo'q. Shu diktor haqida ham gapirib o'ting. Axborot ko'rsatuvini olib borardilar, menimcha deganlar. Bu endi biz uchun bir yaxshi bir e'tibor berib ko'rayotganliklaringlarning belgisi. Sababi ko'pda endi Sherali Jo'rayev haqida gapiringlar, yana bir tayyorlang Sherali Jo'rayev haqida degan talablar ko'p. Iltimos, istaklar juda ko'p, lekin aynan diktorlarimiz haqida mana O'ktam aka haqida bitta ko'rsatuv qildik. Yani talablarga binoan edi. Garchi endi meni hamkasblarim bo'lganligi sababidan hammasi haqida ham alohida ko'rsatuv qilishim mumkin edi, lekin talablarga binoan qilsak, bu endi menimcha yana ham qiziqarliroq bo'ladi, chunki biz uchun faqat o'zimizning gapimiz, o'zimizning xohishimiz muhim emas. Tomoshabinlarimizni, bizning muxlislarimizning xohishlari ham muhim. Bor yana bitta odam bo'lsa ham shuni so'ragan bo'lsa, demak shu odamga qiziqish bor. O'tganlariga 20 yil bo'lgan bo'lsa ham
bizni diktorimizga hali tomoshabinlarning orasida, xalqimiz orasida qiziqishlari bor ekan. Bu o'sha odamni ham umri bekor o'tmagani, shu havoga ishlamaganligini dalolatidir. Endi sizlarga aytadigan bo'lsam, u odamning ismlari Yuriy emas edi, Georgiy edi. Ya'ni ko'pchilik tomoshabinlarimiz eslashsa kerak, Georgiy Irlin degan diktorimiz bo'lardi. Biz ularni endi yoshimiz kichkina Georgiy Yakovlevich deb murojaat qilardik. Yoshi kattalar Jora deyishardi, o'zlarining tengdoshlari Galina Melnikova, Olga Nikolayevna Polevaya va hokazolar. O'ktam akam ham shunaqa deb murojaat qilardilar. Lekin hali film esinglarda bo'lsa, eshikni taqillatib boradi, Moskva ko'z yoshlariga ishonmaydida. Kechirasiz, yo Gora, yo Jora, yo Goga, yo Gosha shu yerda turadimi deydi. Endi bu millatlarda shu tili qanaqa aylansa aytishurishadi. Gosha deyishi ham mumkin, Gora deyishi ham mumkin, Goga deyishi ham mumkin. Lekin bularni xalq tilidagi o'sha qadrdan tanish bilishlari Jora deb aytishadi. Georgiy Yakovlevich. Endi bizni Davron Sununov ismli bir hamkasb akamiz bo'lganlar, ko'pchilik taniydi, juda hazilkash, juda chapani zo'r edi. Haligi muomala munosabatlari hazillashib, nega uni Jora deydi-yu, men Jora deyishim mumkin emas deb, Joraka deb ham murojaat qilib qolardilar. U odam xafa bo'lmasdi. Xususan biz bana endi hozir kelib to'xtadik. Agar esinglarda bo'lsa, Irlin Georgiy Yakovlevich shaxsi xususida, uni kasbi xususida va hayoti xususida ozgina gaplashmoqchimiz. Darhaqiqat gapirsa arziydigan odam. Darhaqiqat eslasa, xotirlasa arziydigan odam. Men u odam haqida mana bu Suxandonlar kitobida juda yaxshi ma'lumotlarni keltirganman. Sababini aytamanki, boya aytganimdek, umr tez o'tib ketib qolar ekanda, aqlimiz kirganda Georgiy Yakovlevich kim ekanligini, qanaqa inson ekanligini bilganimizda ular bizda ishlamasdilar, bo'shab boshqa tahririyatlarda, boshqa kanallarda faoliyat yuritadigan bo'lib ketgan edilar. Mana shu kitobning 81-betida Irlin Georgiy Yakovlevich degan bir sahifa bilan 4 betcha narsa yozilgan. Bu ba'zi bir diktorlar haqida 1 betgina yozilgan, yarim bet yozilgan, borigani 1,5 bet yozilgan, lekin Georgiy Irlin haqida 4, 5, 6 betcha narsa yozganman. Bu shu odamni qilib o'tgan ishlari shunga arzidi ekanligidan. 1926-yilda tug'ilganlar Georgiy Yakovlevich. Bular Ukrainani chekkan bir shaharchasida tug'ilganlar. Urush boshlanganda juda ko'plab xalqlar singari o'sha Ukraina, Belorussiya, Rossiyani o'sha urush janglar borayotgan joylardan oilalar evakuatsiya qilinganda ularni ham otalari, onalari, oilalari bilan Georgiy Irlin O'zbekistonga, Toshkent shahriga kelib qolganlar. Urush boshlanganda, demak, hali yoshlari to'lmagan bo'ladi, lekin 1943-yili bir o'zlarini tengdosh o'rtoqlariga ergashib, uyda 2 og'iz xat yozib ketadi onalariga deb. Ona, men bankomatga ketdim, ko'ngilli bo'lib deb borib, harbiy komissariyatga uchrab, ko'ngilli bo'lib urushga ketadilar. 1943-yil. 17 ga hali to'lib ulgurmagan yoshlarida. To'lmay deb turgan paytlarda. Mana bitta shu fazilatning o'zi ham u insonni qanaqa ekanligidan, urushdan qochib yuradigan, o'zini jonini o'ylaydigan, boshqa atrofda bo'layotgan voqea, hodisotlar, ko'ngilsizliklar, fojialar unga befarq ekanligidan emas, balki shularning hammasiga sherik, hamdard ekanligidan dalolat beradi. 1943-yilda urushga ketgan odam 1948-yilda frontdan qaytadilar. Chunki urush tugagan bo'lsa ham ularning xizmatlari muddati tugamagan. Ularni o'sha hali aytishdi, kulturist deyishdi. Otalari juda qattiq ishlarga qo'ygan, jismoniy chiniqtirgan. Har kuni otalari majburlab o'sha Yakov ismli otalari, endi Yakovlevich endi familiyalari.
jismoniy mashqlar qilishga undagan, majburlagan, qattiq qo'l bo'lganlar o'zlari nimjon bo'lganliklari uchun bolalarim chiniqqan bo'lsin deb bular endi og'ir atletika o'sha shtanga ko'taradigan, tosh ko'taradigan sportni turi bilan shug'ullanganliklaridan o'sha harbiy xizmatga borganlarida, ko'ngilli bo'lib borganlarida ularni dengiz flotiga desantga olishadi, desantchilikka qarang. Va o'sha Qora dengiz flotida xizmat qiladilar 1948-yilga qadar. Ulug' Vatan urushi ordeni, 15 dan ortiq medallar, ularning orasida endi jasorat medallarini ham oladilar va shunchalik bir ko'krak to'la bo'lgan qahramonona o'sha nishonlar bilan vatanga qaytadilar. Endi vatan deb albatta ota-onalari bor joyini hisobga olib aytamiz, Toshkent shahriga qaytib keladilar. Shunda otalari endi hamonki san urushdan qaytib kelibsan, tirik qolibsan, Xudoga shukr, mana shu jismoniy baquvvatliging uchun deb bularni Toshkent pedagogika institutini jismoniy tarbiya, anatomiya va biologiya fakulteti o'sha paytda endi bitta bo'lgan bo'lsa kerak edi 48-49-yillarda o'sha fakultetiga mana jismoniy tarbiya, odam anatomiyasi va fiziologiyasi fakultetiga o'qishga borasan deb otalari maslahat qiladilar, yo'llanma beradilar va Georgiy Irlin o'sha fakultetda o'qishni boshlaydilar, oliy ta'lim olishni. Lekin zamon shunaqaki, endi bularni shu jismoniy baquvvat bo'lganliklaridan kimlardir endi sezmay qolmasdi. Mana shu tomoshabinimizni ham, Farhod akani ham, yo Farhodjonni ham tengdoshimizmi, yoshlarni bilmadim. Eslarda qolgan ekan, o'sha yelkalari keng atlantlarga o'xshagan, haligi pahlavonlarga o'xshaganliklaridan odamlarni o'zlariga jalb qilgan bo'lsa kerak, maktabga fizkultura o'qituvchiligiga taklif qilishadi. O'qish bilan barabar maktabda fizkultura va odam anatomiyasi, fiziologiyasi qaysi biri to'g'ri kelsa, o'shandan dars berishga ham urinadilar va shunga kirishib ketadilar pedagogika sohasida. Kuz-qish oylarida shu dars berish bilan shug'ullangan bo'lsalar, yozgi 3 oylik ta'tillar bo'lardi. 3 oylik ta'tillarda bularni o'sha bolalarni oromgohlariga, pionerlar lageri derdik, o'sha oromgohlariga lager boshlig'i qilib jo'natishgan. Endi hamma tomonlama shu odamlar bilan ishlashni bilganliklari uchun, nihoyatda muomalalari yaxshi bo'lgani uchun, bolalarni ham, kattalarni ham birdek ko'nglini topa oladigan bir nima desak bo'lar ekan, o'sha haligi bir yuragida qo'ri bor va odamlarni ko'nglini topishga harakat qiladigan odam bo'lganliklari uchun bo'lsa kerak. O'sha paytlarda butun ittifoq, o'sha sobiq ittifoqda Zarnitsa degan bolalar sport musobaqalari boshlanadi va bu sport musobaqalari ommaviy tus oladida, o'sha sobiq SSSRni hamma viloyat-yu tumanlarda, aytaylik kichkinadan katta shaharlarda nishonlana boshlaydi. Shunda Georgiy Yakovlechni lagerlarda ham o'sha Zarnitsa harakati bilan musobaqalar bo'lib, yaxshi ko'rsatkich berganligi tufayli O'zbekiston radiosidan shu lagerdan, oromgohdan material tayyorlab kelishga ijodiy xodimlar kelishadi. Ovoz operatori keladi, muharrir, rejissyor keladi-da. Shular endi mikrofonda Georgiy Irlinni berib turgan komandalarini, musobaqalarni boshqarishlarini, hammani o'sha bitta maydonga jalb turganliklarini ko'rib, siz bizga radioga kelsangiz bo'lar ekan, ovozingizda shunaqa bir chiroyli shiralar bor ekanki, radio diktor bo'lib bemalol ishlashingiz mumkin. Bu yerdan bo'shaganingizda, kuzda endi o'qishlar boshlanganda bir kelib radioga uchrab ko'ring deyishadi-da. O'sha gapga ishonib, kuzda bular nimaga keladilar? Radioga kelib, o'sha yerda Mixail Azatyan degan diktor bo'ladi, mashhur diktor. Shu diktor nazariga tushib, ovozing yaxshi ekan deb, shu 1-2 oy ishlamaslaridan bularni televideniyadagi ko'rsatuvlariga chaqira boshlashadi. Chunki o'shanda O'zbekiston televideniyasida erkak diktor, o'zbek diktor bo'lsa ham, erkak rus ovozidagi diktor yo'q edi. Taqchilaydi, bo'lsa ham bitta diktor bo'lgan bo'lishi kerak. Va shu bahona bilan ularga endi televideniyadan ish taklif qilishadi. Bu yerda o'qish ketyapti, endi 3-4 bosqichda o'qiyotgan bo'lsalar,
bizga diktor bo'lib ishlang deb ma'lum bir ko'rsatuvlarni berishadi. Ular o'sha darsdan bo'sh paytlarda, bo'sh kunlarda kelib diktorlik ham qilib turadilar, lekin qanchalik bu o'zi kelajagi bor ish, men qanchalik shu ishni evlab ketishim mumkin, menda o'zi shunga bir iqtidor, bir qanaqadir bir sulikat, layoqat bormi, yo'qmi deb o'ylab yuradilar. Bir kuni shartta poyezdga o'tirib Moskvaga ketadilar. Moskvaga borib, markaziy televideniyadagi Igor Kirillov degan diktorga shaxsan borib uchrab, shunaqa iltimosim bor edi. Meni biron bir nimam bormi, yo'qmi? Radioda ozgina ishlab turuvdim, televideniya taklif qilyapti, lekin mendan diktor chiqadimi yo yo'qmi bilmayman, sizni oldingizga keldim deb Kirillov oldiga borib uchraydi. Kirillov ham ularga shu ma'lum materiallarni berib tayyorlanib keling, 2-3 kundan keyin sizni ko'ramiz deb chaqirib, shu yerda bir konsiliumga o'xshagan 4-5 ta mutaxassislar bilan birga Georgiy Irlinni ko'rishadi-da, agar xohlasangiz ertadan bizda kelib ishlashingiz mumkin. Propiska hamda kvartira masalasini hal qilamiz endi. Yotoqxona qilib beramiz, keyin balki kvartiraga ham aylantirib beramiz degan taklifni aytgandan keyin, men ishlasam bo'lar ekan, mendan diktor chiqar ekan degan bir ko'ngildagi bir xotirjamlik va Igor Kirillovdan bir qanaqadir bir yo'llanmani olganday bo'lib Toshkentga qaytib keladilar, chunki ota-onalari shu yerda va kelib, lekin 1966-yildan boshlab O'zbekiston televideniyasida diktor bo'lib faoliyat yurita boshlaydilar. Bunda endi televideniya tashkil etilganligi 10 yil bo'lgan. 1956-yildan ta 66-yilgacha 10 yil o'tgan bo'lsa, mana shu 10 yil tajribaga ega bo'lgan televideniyada ish boshlaydilar. Va nihoyatda kirishimli bo'lganliklari uchun, nihoyatda kamtarin bo'lganliklari uchun, nima desam bo'lar ekan, nihoyatda oddiy odam bo'lganliklari uchun darrov hamma bilan kirishib ketadilar, hamma bilan chiqishib ketadilar. Nafaqat diktorlar guruhida o'zi endi 5-6 kishilik bor ekan, 10 kishilik diktorlar guruhi bo'lgan bo'lsa ham, butun tahririyatlarda hammasi yaxshi ko'rib, yana uning ustiga frontda ishtirok etgan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi va hokazo va hokazo, o'zi chiroyli, o'zi ovozi yaxshi, o'zi og'ir bosiq va hokazo deb hamma yaxshi ko'rib qoladi. Shuni oqibatida bular axborot ko'rsatuvidan tortib, yangiliklardan tortib, siyosiy targ'ibot, tashviqot ko'rsatuvlari, qishloq xo'jaligi ko'rsatuvlaridan tortib, to bolalar uchun beriladigan, tayyorlanadigan ko'rsatuvlargacha boshlovchilik qiladilar. Endi maktabda ishlamaganmilar. O'sha bolalar oromgohida ishlamaganmilar. O'sha bolalarni tilini topish, bolalarni aytaylik o'sha ko'ngliga qarab uni hammasini bitta joyga diqqatini jalb qila olish iqtidorlari borligidan o'sha rus tilida tayyorlanadigan bolalar uchun ko'rsatuvlarda ham boshlovchilik qiladilar. Yaqinda ustoz Mahfuza Hamidova bilan gaplashganimda ham ular shuni esladilarki, ben qarab turib hayron qolardim. Shunaqa katta ulkan jussalik, shunaqa og'ir, bosiq, shunaqangi haligi o'ta jiddiy qiyofali odam bolalarning oldiga kirganda, bolalar bilan ko'rsatuv boshlayotgan paytlarida shunaqa bir ochilib, shunaqa zo'r, yumshoq tabiatli bo'lib ketardilarki, nimaga bizni boshqa diktorlarni, xususan O'ktam Jobirovni ham mana shunaqa bolalar uchun tayyorlanadigan ko'rsatuvlarga jalb eta olmadik, nimaga biz ulardan foydalanmadik degan bir so'zlarni, gaplarni gapirdilar. Men bu bilan aytmoqchimanki, o'sha Georgiy Yakovlevich, men hozir yana mana bu yerda takror aytaman, o'sha axborot, yangiliklardan tashqari, siyosiy, ijtimoiy ko'rsatuvlardan tashqari Добрый вечер, Toshkent, мы и наши дети singari mualliflik ko'rsatuvlariga boshlovchilik qilgan. Bu odamni 1987-yilda bir diktorlarga hujum boshlandi. Tashqaridan bo'ldimi, ichkaridan bo'ldimi, xullas bir diktorlarni ketqizishdi, quvishdi. Qo'shnilar ichida aytganda, yaxshilik bilan iltimos qilishdi va ular diktorlarni o'sha shtatdan olinib, tahririyatlarga o'tkazildi. Keyingi bosqichda o'sha oldingi ko'rsatuvimizda aytib o'tganimizdek O'ktam Jobirovlarga shunaqa hujum bo'ldi. Lekin o'sha birinchi hujum bo'lganda Georgiy Irlin ketdilarda, lekin ular umuman televideniyadan ketib qolmadilar. Ular o'sha Toshkent studiyasi bo'lardi. O'sha paytda Toshkent shahri va viloyati uchun ko'rsatuvlar tayyorlaydigan tahririyatga o'tib, shu yerda mualliflik ko'rsatuvlari tayyorlay boshladilar. Aql zakovat bor.
mehnat tajribasi bor, dunyoqarash bor. Va endi boya aytganimizdek hali kuch-quvvatdan qolmaganliklari uchun shu tahririyatda ko'rsatuvlar qilib juda ham yaxshi ishladilar. U yerdagi yosh yigitlar bilan rejissyor Baxtiyorjon bilan yana operatorlar shular bilan shunaqa bir chiroyli bir jamoa tuzib olishdiki, bu yoqda diktorlar guruhida qolgan diktorlarning o'zini ularning ijodlariga havasi kela boshladi. Shunaqa yaxshi odam edilarki, nima desam bo'lar ekan endi. Gaplashsang gaplashadigan, o'zini baland olmaydigan, hokisor. Menimcha O'zbekiston televideniyasidagi eng hokisor odam shu Georgiy Irlin bo'lsa kerak. Shu yurgan farroshlarimizdan ham, shu oddiy haligi sahna ishchilaridan ham oddiyroq edilar. Nima so'rasang hech qachon yo'q demasdilar va istagan mavzuda bemalol suhbat qila olardilar. Bir kuni o'tiribmiz, ikkalamiz diktorlar guruhida bu yoqqa o'tadilar, bu yoqqa o'tadilar, havosim keladi, hali yelkalar shunaqa edi, hali xuddi haykaltarosh ishlaganda edi-da yelkalar. Mana bu yerdagi mushaklari qalinligidan hali tayyor kostyum olsalar, mashitga kelib tiqilib qolardi, tirsillab yotardi yelkalari. Keyin men endi Iploda yosh 20-25 yoshlar yigitman, men aytdim, Georgiy aka dedim, уже поздно-da. Endi kech bo'ldimi, menga bir narsa bilan shug'ullanish desam, aytdilar, Muslim, никогда ничего не поздно. Hech qachon kech qoldim, bo'ldi endi men buni qila olmayman demagan. Qachon xohlasang, inson qachon o'zi xohlasa o'shani qilishi mumkin deb bir rag'bat berardilar, bir yo'llanma berardilar va biz bundan xursand bo'lardik. Diktorlar guruhida bosh diktor nima ish buyursa, hech qachon e'tiroz bildirmasdan, qoshni chimirmasdan, nega men demasdan, indamasdan bajaradigan birdan bir diktor mana shu Georgiy Irlin edi. 3-qavatda maketka studiyasi bo'lardi. 3-programma ochilardi. O'sha paytda 3tagina kanal bor edi. Birinchi kanal, keyin Moskvadan beriladigan ko'rsatuvlar kanali bor edi. Markaziy televideniya va 3-kanal o'sha boya aytganimdek Toshkent viloyati, Toshkent shahri uchun va yoz paytlarida u abituriyentlar uchun o'quv ko'rsatuvlarga aylanardi. Lekin o'sha belgilangan protokol bo'yicha u programmani ham diktorlar ochish kerak edi. 17:55 da ikkala diktor tepaga chiqar edik. Bitta Thomson degan kamera bo'lardi. Ekran linzalari ketib qolgan, mana bu yog'i kichkina, bu yog'i katta ko'rsatadigan. Shu bu yog'i sudralgan kattaroq joyga men o'tirardim. Chunki biz ikkalamiz ota boladek o'tirardik-da, ikkalamiz o'tirganda mana unaqangi yelkali odam bilan kichkinagina institutning 1-kurs yo 2-kurs talabasi Muslimjon ikkalamiz o'tirardik. O'sha 3-qavatga chiqib, men bilan baravar o'sha ko'rsatuvlar programmasini ochgani chiqardilar, indamasdilar. Va u kamera o'zi bitta bo'lgani uchun ham qiziq kulgili bo'lardi. Men har safar kulgim qistardi. G'ashim kelardi shu Georgiy Irlin bilan ochmasam programmani dirdim, chunki juda ham kulgili edi. Meni ko'rsatardi. Men gapirib bo'lganimdan keyin panorama qilib Irlinga o'tardida, keyin ATS qilardi, chunki kameraga, men turgan kameradagi kadrga ular sig'masdilar. Lekin indamasdi, shu hech bir e'tiroz bildirib, men shu bola bilan ishlamay yo boshqa ham demasdilar. Shu darajada tasavvuringizga keltira olasizmi odam qanchalik kamtar bo'lishi mumkinligini. Keyinroq bizning diktorlarimiz haligicha to'yib ketishdi, osmonlab ketishdi. O'sha navbatchilikka programmaga diktorni qo'ysak, nimaga men turaman, men ishlamayman, ana palonchini qo'y, ana kelgan yoshlarni qo'yinglar deb o'sha programmada navbatchilikni, dasturlarni ochishni ham mensimay qolishdi. Va o'sha panja orasidan qarab, men chiqmayman deydigan, hattoki o'sha dahanaki, og'zaki janglarga ham borishdi. Lekin Georgiy Irlin hech qachon yo'q demadi. O'zini rus hamkasblar bilan bo'ladimi, o'zbek hamkasblar bilan bo'ladimi, birga tushib, o'sha programmalarni birga ochar edi. O'sha paytda, ittifoq paytida xalq kontroli ekrani degan ko'rsatuv bor edi. Shahar tuzilmalarida xalq kontroli degan bir tashkilot ishlardi. Men uni bilmayman, qo'mitamidi, muassasamidi yo bir qanaqadir tashkilotmidi. Lekin o'sha paytda KGB degan tashkilot, prokuratura degan tashkilot, o'sha Ichki ishlar vazirligining OBXSS degan tashkiloti bo'lardi. Sotuvchilarni,
savdogarlarni, chayqovchilarni, o'g'ri muttahamlarni yuragini sug'urib oladigan darajada vahimali tashkilotlar edi. Xalq kontroli ekrani ham shu ko'rsatuv o'zi, ko'rsatuvni boshlovchilari ham o'sha xalq kontrolining bir qanaqadir xodimlaridek tuyulardi. Bulardan ham odamlar hayiqardi. Bu yerda SSSR jurnalistlar uyushmasining a'zosi degan mana bu yerda bir ko'krak nishoni bo'lardi. O'zlari mana O'ktam Jobirov xuddi shunaqa, bular xuddi shunaqa. Bular o'zbek tilida xalq kontroli ekrani ko'rsatuvini boshlovchisi bo'lsalar, Georgiy Yerlin rus tilidagi xalq kontroli ekrani ko'rsatuvini boshlovchisi. Bu yerda endi haligi katta-katta idoralarning, tashkilotlarning rahbarlari keladi. Ular bilan o'sha muammolar muhokama qilinadi. Nimaga shunaqa bo'lganligini yechimi qilinadi va xalq kontroli ekrani ko'rsatuvini muxbirlari kirib borgan korxona va tashkilotlarda ko'tarilgan muammolar oxir oqibat ma'muriy yoki jinoiy ishlar ochilishigacha sabab bo'lardi. Shuning uchun ham bularni ikkalovlarni xalq orasida, tomoshabinlar orasida hurmati juda zo'r edi. Lekin mana shu narsalardan tavba qilyapsiz, astag'firullah. Na O'ktam Jobirov, na Georgiy Yerlin biron marta ham foydalanmagan. Ya'ni, "O men palonchiman, menga bunaqa qilib ber. Men palon joyda palonchiman, bilasan-a, ko'rsatuvda men bunaqa demagan hech qachon." O'zlari Toshkent shahar ijro qo'mi qayerdadir bilib qolib, Georgiy Yerlinga, "Georgiy Yakovlevich, siz shu 2 xonali Xrushchevka uyda turar ekansiz. Bitta ariza yozib bering, sizga bir 3 xonali yo 4 xonali bir kvartira ajratib beraylik xonadan" desa, "Yo'q, menga shu uyim bo'ladi, o'rganganman o'zim. Menga ma'qul shu" desa, "Ya endi siqilib yashaysizmi? Siz ijodkor odam bo'lsangiz, sizni o'zingizga bitta xona alohida qilib berish kerak" desa, "Yo'q, rahmat. Mana shu uy bo'ladi" deb biz endi borganmiz uylariga, Gagarin ko'chasidagi o'sha Xrushchevka uylarda, oynalari kichkina, podyezdlariga kirsangiz ham, yo'laklari ham nihoyatda nima deydi, bir ko'ngilga yoqmaydigan, chunki kvartiralarni shifti ham nihoyatda past, shunaqa uylar edi. Lekin Georgiy Yerlin o'sha uylarini qanaqadir bir ehtirom uchun, qanaqadir bir nima deydi, sizga marhamat qilib berishayotganligi sabablidan ham o'sha uylardan voz kechganlar, olmaganlar shu uyni. Vaholanki mana hozir o'zimizni O'zbekistonning turli uyushmalarida, turli jamiyatlarda ishlaydigan o'zimizni odamlar, o'zimizni o'zbeklarimiz bir emas, 2 martalab, 3 martalab davlatdan kvartira olishgan. 3 martalab ham olib, narigisini qaytarib berishmagan. O'zi shunaqa bo'lish kerak, 2 xonali uyda yashasang, davlatning uyida. Sen yana 3 xonali, ya'ni bola-chaqang ko'paygan uchun 3 xonali uy oladigan bo'lsang, 2 xonani qaytarib berib, 3 xonaga ko'chishing kerak. Yana ko'payishgan bo'lsang, yo o'zingga bir ijodiy bir xona kerak bo'ladigan darajaga erishgan bo'lsang, uni olib, yo boshqa qilgan bo'lsang, 4 xona uchun 4 xona uy olasan, 3 xonani qaytarib berasan. Lekin shularni birontasi qaytarib bermadi. Georgiy Yerlinga o'zlari taklif qilishsa, mana 3 xona, 4 xonali uy beramiz sizga desa ham o'zlari, "Yo'q, menga shu uyim bo'ladi, menga juda qulay" deb 7-trolleybusda Hadraga kelardilar. Hadradan tramvayga o'tirib, Shayxontohurga kelib, oliftagarchilik yo'q. Umrlarida mashinalari bo'lmagan. Bo'lmasam bitta Moskvich mashinasiga yo bitta Jiguli mashinasiga yozilib, uni olib, uni sotib olib, pulini, foydasini, daromadini maza qilib bir narsalarga urib yashasalar bo'lardi. Shunaqa narsalarni hammasidan hazar qilgan, shunaqa narsalarni hammasini pisand qilmagan odam edilar. Vaholanki, qarang, bizda aytishadiki, Yahudiy millatiga mos, xos odam desa, albatta ishbilarmon, ustamon, yulg'ich, hamma narsani uyiga tashmalaydigan, o'maradigan bir qanaqadir timsol paydo bo'ladi ko'z oldimizda. Lekin men shu odam bilan bilmayman 20 yildan ortiq mehnat qildim. Biror marta shunaqangi bir xususiyatlarni ko'rmadim. Buni yana bitta isboti, biz yosh diktorlarimiz ham oliy toifali suxandon bo'lishgan. Lekin Georgiy Yakovlevich birinchi toifali diktorligicha qolib ketdi. Birovdan kirib toifa so'ragani yo'q. Birovga kirib menga bir tavsifnoma yozib beringlar,
xarakteristika yozimda anaqa qilinglar, mana oliy toifali suxandon bo'ling, shuncha ko'rsatuv olib boraman demagan. O'sha 1-chi toifali diktorlik lavozimiga o'sha mehnat stajiga qarab o'tkazishgan bo'lsa, hammadan ham oliyroq bo'lgan darajadagi suxandon oliy toifali diktor bo'lmasdan ishdan ketganlar. Lekin o'sha bosh muharrir o'rinbosari, bo'lim boshlig'i, katta muharrir lavozimlarida ishlab yana o'zlarini ko'rsatib, nimaga qodir ekanliklarini, iqtidorlari nimalarga yetishi ekanligini keyin o'zi ijod bilan o'tkazdilar. Afsus, yaxshilar shunaqa bo'ladi. 2006-yilda rosa 80 yoshda vafot etdilar. Shunda bir og'ir kasal bo'ldilarda. Operatsiya qilishga rozimisiz deb so'rashyapti. Men rozilik berdim dedilar. Menimcha endi o'zlarini jismoniy holatlariga ishongan bo'lsalar kerak. Har qalay endi sportchi bo'lganlar, o'sha og'ir atletika bilan shug'ullanganlar va nima deydi, toza hayot kechirganlar, unaqa ichib olib mast bo'lganlarini, sigaret chekib hamma yoqni burg'istirib tutun qilganlarini men bilmayman. Qachondir mendan oldin qaysidir yillarda chekkan bo'lsalar chekkandirlar. Har qalay endi 5 yil dengiz flotida xizmat qilgan odam, dengizchilar, haligi harbiylarning orasida balkim chekkandirlar, lekin o'sha men ko'rganimda o'sha toza hayot, turmush tarzida yashardilar. Endi agarda bilmadim, endi bizda hozir gapirishadiki, ha undoqday, bundoqday, anu musulmonman, bu musulmon emas, bu xudosiz, bu dinsiz bir narsalar deyishadi. Juda ham katta, qalin bir savollarga, so'roqlarga qoladigan gap. Kim iymonli, kim iymonsiz, uni bilib ham bo'lmaydi. Yaratgan Tangri taoloni o'zini o'sha tarozusida, mezonida o'lchanganda ma'lum bo'ladi inson qanday yashagani, qanday umr kechirgani, kimlarga yomonlik qilib hamma yoqni buzib yorib o'tgani va umri bo'yi bitta aytaylik chivinga ham ozor bermay o'tganligini faqat o'sha oxiratga o'sha paytda Allohning o'zi baholashi mumkin. Lekin men aytardimki, agar haqiqiy bir chin komil inson bo'lishi mumkinmi, kim shunaqa odamni ko'rgan desa, men shunaqa odamlarni ko'p ko'rganman. Shulardan bittasi Erlin Georgiy Yakovlevich edi. Ish qilib yotgan joylarida buni hayotdagi qilgan ayblari bo'lsa, mayda-chuyda gunohlari bo'lgan bo'lsa, Xudoning o'zi kechirsin, o'zi aziz bandam desin. Lekin mana shuncha yil o'tib, shuncha odamlar bilan ishlab, bitta diktorlar jamoasini o'zida bir 35-40 ga yaqin odam bilan ishlagan bo'lsam, endi umuman O'zbek teleradio kompaniyasida tizimda 3000 ga yaqin odam ishlardi. Shularni 500 tasi bilan bordi keldi yoki haligi hamkorlikdagi bir ko'rsatuvlarda rejissyorim, muharririm, muallifim sifatida ishlagan bo'lsam, Georgiy Erlindagi pokiza, shaffof insonni ko'rmaganman. Shunaqa odam edi bizni Erlin Georgiy Yakovlevich. Boya aytganimda, haligi ko'kraklari to'la ordenlar, medallar bilan haligi harbiy bayramlar bo'ladigan kuni 9-may kunlari yo 7-noyabr kunlarida boshqada o'sha urush qatnashchisi sifatida jangillatib kirib kelib qolardilar. Nihoyatda yarashgan bizni guruhimizni, diktorlar guruhini bir obro'si, bir savlati bo'lardilar. Ularning hammasi bekorga berilmagan. Shu jihatdan aytmoqchimanki, yonimizda yurgan odamlarni ba'zan kimligini bilmaymiz. Farhodjonga katta rahmat. Bizni yurtdoshimizga shu yaxshi odamni bir eslashimizga, shu odam haqida bir yaxshi gap gapirishimizga sababchi bo'ldilar. Farhod Tursunbayev. Sizga katta rahmat. Mana shunaqangi tomoshabinlarimiz, kuzatuvchilarimiz bor ekan. Biz ba'zi paytlarda xayolimizdan uzoqlashib turgan yoki mavzularimizni orasidan o'rin topmagan insonlarni ham xotiraga olib qo'yamiz. Yana bir narsani aytib o'taman, bu juda o'rinli bo'ldi eslashimiz, chunki 1956-yilda tashkil topgan bo'lsa televideniya, xudo xolasa yana yilga 2026-yilda 70 yillik katta bir yubiley sanasi
qarab kelyapmiz. Ana shu sana oldidan O'zbekiston televideniyasini 70 yilligi oldidan shu televideniyaga 30 yildan ortiq umrini baxsh etgan, shu yerda halol ishlagan, pokiza ishlagan, astoydil, sidqidildan ishlagan bir televideniyani xodimini esladik. Juda hurmati baland inson edi. Erlin Georgiy Yakovlevich, e'tiboringlar uchun katta rahmat. Suhbatimiz, mavzuyimiz yoqqan bo'lsa, albatta o'sha bitta like bosib qo'yasizlar va tanish bilishlarga tarqatib qo'yasizlar, chunki u odamni tanigan, bilgan odamlar ko'p ekan mana hali oramizda. O'shalar ham bexabar qolishmasin, shular ko'rsin deb tarqatib qo'ysanglar va obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa biz ham 2026-yilga kattaroq auditoriya bilan, obunachilarimiz auditoriyasi bilan o'tsak. Sog' bo'linglar, uylariga bug'doy to'lsin, yaxshi odamlarni qadamlari yetsin. Rahmat do'stlar.